Payshanba yoshlar kuni munosabati bilan Jizzax viloyati Zomin tumanidagi 1-sonli texnikumda o'tkazilgan rahbar va yoshlar uchrashuvi mazmun mohiyati va amaliy ahamiyati bilan alohida e'tiborga loyiq bo'ldi. Mazkur tadbir nafaqat ochiq muloqot maydoni, balki ta'lim, ayniqsa kasb-hunar o'rganishda amaliyotning o'rni qay darajada muhim ekanini yaqqol namoyon etgan voqelik sifatida namoyon bo'ldi. Uchrashuv avvalida Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i texnikumda yoshlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. Bilim yurtining o'quv jarayoni, moddiy texnik baza, amaliy mashg'ulotlarga ixtisoslashtirilgan ustaxonalar faoliyati alohida qiziqish uyg'otdi. Taqdimot jarayonida ta'kidlangandek, bu yerda ta'lim nazariya bilan cheklanib qolmasdan, amaliyot bilan chambarchas bog'langan holda yo'lga qo'yilgan. Jumladan, avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish ustaxonasida zamonaviy jihozlar o'rnatilgan bo'lib, o'quvchilar bu yerda transport vositalari diagnostikasi, ta'miri va xizmat ko'rsatish jarayonlarini bevosita amalda bajarish orqali o'rganmoqda. Bu esa ularning nazariy bilimlarini mustahkamlash, mustaqil ishlash ko'nikmasini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilyapti. Shuningdek, elektr energiyasi ishlab chiqarish va uni boshqarishga oid o'quv ustaxonada ham o'quvchilar zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashni o'rganmoqda. Bu yerda energiya manbalarini taqsimlash, xavfsizlik qoidalariga rioya qilish va tizimlarni boshqarish kabi jarayonlar amaliy tarzda o'zlashtirilmoqda. Yo'l harakat qoidalari bo'yicha amaliy mashg'ulotlar esa kelgusida mas'uliyatli va malakali haydovchilarni tayyorlashga xizmat qilmoqda. Ta'kidlangandek, bugungi kunda kasbga o'qitish tizimi yaxlit yondashuv asosida o'qish, amaliyot, ish zanjiri uzviy bog'liq holda yo'lga qo'yilgan. Bu tizim yoshlarni mehnat bozori talablariga mos raqobatbardosh mutaxassislar etib tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Uchrashuvda mamlakatimizda yoshlarga qaratilayotgan e'tibor, ular uchun yaratilayotgan imkoniyatlar, ta'lim va kasb-hunar sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar xususida atroflicha fikr yuritildi. Qayd etilgandek, bugungi yoshlar nafaqat bilimli, balki amaliy ko'nikmaga ega bo'lgan mutaxassis sifatida kamol topishi davlat siyosatida ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga viloyat yoshlarining ilm-fan, sport va turli sohalarda erishgan yutuqlar ham alohida e'tirof etildi. Ochiq va samimiy ruhda o'tgan muloqotda o'quvchi yoshlar faol ishtirok etdi. Ular o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar. Ayrim yoshlar tomonidan ilgari surilgan taklif va tashabbuslar esa amaliy ahamiyati bilan ajralib turdi. Mutaxassislar har bir savolga asosli va aniq javob berib, bildirilgan takliflarning ayrimlarini amaliyotga joriy etish bo'yicha tegishli choralar ko'rilishini ta'kidladilar. Bu esa yoshlarning fikri eshitilayotgani, ularning tashabbuslari qo'llab-quvvatlanayotganidan dalolat beradi. Uchrashuv davomida soha mutasaddilari tomonidan yoshlarga kiberfiribgarlikdan ogoh bo'lish lozimligi tushuntirildi. Shu kuni o'quvchi yoshlar ichki ishlar organlari xodimlari foydalanuvdagi qurollar, texnik jihozlar bilan ham tanishtirildi. Mutaxassislar tomonidan ularning texnik va taktik xususiyatlari tushuntirildi. Albatta, bunday uchrashuvlar yoshlarning nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash, balki ularda vatanparvarlik, mas'uliyat va fidoyilik kabi fazilatlarni shakllantirishda ham muhim o'rin tutadi.